Assalomu alaykum. Qadrli YouTube tomoshabinlar, xudo xolasa mana bu yerda mana arkalarimiz tayyor bo'lgan. Arka bakavinka, tunuka fonchilar uchun. Bakavinkalarimiz tayyorlab berganmiz. 45 gradusli. Bunisi orqa karnizi. Karniz hozir tashqari tarafda ham bor. Tashqarida uni ham ko'rsataman. Xo'p, bu yerda 45 gradusli bo'lgan. Mana zamoklarni ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa ulangan zamoklari bo'ladi. Bir-biriga kiritilgan. Mana bu yerda orqasini profillisi. Bu orqasidagi ham 1,5 santimetrlik zamok bo'ladi. Mana shunaqa arka holatda mana kelib chiqadi mana. 1 2 3. Xo'p, orqa karnizidan ham 3 ta bor. Hozir ikkitasi tashqarida, bittasini olib kelib qo'yilgan, to'liq bitganligi uchun mana ochiq holatda esa. Chayib bo'pman. Ichkari kirgan zamoklar ham. Anaqa kichkina bilinar-bilinmas zamok bo'ladi. Xo'p, narxini ekranga raqamlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqsalar, kelishilgan narxda qilib tayyorlab beramiz. Xo'p, mana qo'yganlarni ham tayyorlab olib kelishyapti. Xo'p, tez va sifatli qilgizmoqchi bo'lsalar, bemalol ekrandagi raqamga aloqaga chiqsalar, tayyorlab o'rnatib ham beramiz. Xohlasangiz gladki listini ham solib beramiz. Tunuka fonchi akalarga ham shuni telefon qilasizlar, razmerni berasizlar bo'ldi. 2 kun, 3 kun ichida tayyorlab chiqarib beramiz. Uzoq. Xo'p, do'stlar, bularning metraj narxiga keladigan bo'lsak, 170 mingdan 450 ming so'mgacha, ustidagi silifigacha ham qilib beraveramiz. Silifi 45 gradusli, 90 gradusli, ichki zamok, tashqi zamok hammasidan tayyorlab berilaveradi. Xohlasangiz do'stlar, suturbalarni ham figurali holatdagi kerak bo'lsa qilib berilaveradi mana. Orqasidan mana bunaqa holatda qo'yib olib turib, mana shu gilamni ustida sekin terib, yig'ib chiqiladi bular. Mana shunaqa. Mana do'stlar, xo'p. Demak, 3 ta, 4 ta bitta tashqarida qolgan bo'ladi. Ana bittasi, bu ham karnizimiz. Xo'p, do'stlar, suturbalarni ham qo'yib beraveramiz deganimiz. Mana shunaqa holatdagi zamokli, burilishli mana ko'rib turibsizlar. Zamok ham o'ta ideal holatda bo'lib chiqadi. Chizmalar bilan tayyorlab, bo'lsa o'zimiz o'rnatib beramiz buni ham. Buni ham narxlar kelishamiz do'stlar. 60 ming so'mdan boshlab 220 ming so'mgacha o'rnatib berish bilan metri hisoblanadi mana. Buni ham razmeri, xohlagan razmerni berasizlar. O'sha razmer bo'yicha tayyorlaymiz, o'rnatamiz. Figuralarni ham o'sha siz bergan figura bo'yicha chizib, chizmalarni olib, mana shunaqa holatda tayyorlab qilib beramiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, endi buni arkani chizmalari qanaqa beriladi sizlarga? Chizmalarni qanday olishimiz kerak deganlar uchun hozir chizmasini ham ko'rsataman. Sizlarga qiziq bo'lsa, hop shunaqa arkali tom qilgizgansiz. Endi patologiyaga kelganda shunaqa 20 sm yoki 10 sm dan ulab qilish sizga yoqmay turgan bo'lsa, men sizga mana shu variantni ko'rsatyapman. Narxi to'g'ri ozgina qimmatroq tushadi. Unaqa ko'p emas, ozgina. Chunki masalan bitta arkani ichi sizga 2 million so'mga yoki 1 million so'mga bitta turgan bo'lsa, masalan 1 million so'mga bitta deylik, biz arka tayyorlab bersak 500 ming so'm yoki 600 ming so'm qo'shiladi. Nimaga qo'shiladi? Mana shunaqa stil bo'lmaydi. Bir xil radiusda chiqadi. Arkaligi ham bitta radiusda bo'ladi. Hech qanaqasiga 20 sm dan kesib qo'yganda unaqa radius bo'lmaydi. Chiqmaydi. Bir xil joyi o'ynab qoladi. Uning ustiga hozirgi kunda orqa tarafiga devorga tortma tiyagalar chiqqan. Tortmachilar o'sha shuvovchilar qilishyapti. Ana shunga chiqarilaydiganga ham to'g'ri keladigan, ana shunga javob beradigan radiusda chiqarib tayyorlab beramiz. Xo'p, endi chizmasiga keladigan bo'lsak, chizmasi xuddi mana shu holatda chizmalar olib qolinadi. Mana xohlasalar mana shu holatda chizmani o'zingizlar bersalar ham bo'laveradi. 12 sm 5 5 2 7 3,5. Bu oldi bakavinka. Mana bunaqa holatda radiuslar chiqariladi. Mana shu holatdagi radiusni chizib, kesib tayyorlaymiz. Bundan buyog'iga xudo xolasa lazerda ishimiz ham ancha arzonlaydi. Mana bu yerda karniz chizmasi bor. Bu ikkinchi razmeri. Do'stlar, siliflari bo'ladigan bo'lsa, bemalol siliflarga ham zakaz berishingiz mumkin. Eng arzon narxdagilarni chiqarib tayyorlab beramiz. 170 ming so'mdan boshlab 450 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. Tayyorlab o'rnatib ham beramiz. Vodiy bo'yicha dastavkasini ham qilib beramiz do'stlar.
bemalol aloqaga chiqinglar do'stlar. Mana shunaqa sifatli ishlar. Arka profnastil, arka bakavinka, arkalarning ichi patologlari, siliflari, figurali suturbalargacha tayyorlab o'rnatilgan. Sizlar bilan Usto'sh Sherali bo'ldi. Hammaga rahmat.